Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizda 9-elementi ftor bilan tanishamiz. Ftor lotincha fluo, oquvchan degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 9 bo'lgan kimyoviy elementdir. Ftor F belgisi bilan ifodalaniladi. 1886-yili fransuz kimyogari Henri Moissan tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 9, atom massasi 19, normal sharoitda ftor gaz, rangi och sariq, klassifikatsiyasi metall mas, elektromanfiyligi 4,1, qaynash temperaturasi 85,03 Kelvin yoki -188,12 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 53,53 Kelvin yoki -219,62 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 0,0017 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Ferdinand Friedrich Henri Moissan tomonidan kashf etilgan bu ftor. Rasmini ko'rishimiz mumkin. Bu olim 1852-yilda tug'ilib, 1907-yilda vafot etgan. Ftorda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, ftorda kimyoviy belgisi F, atom tartib raqami 9, nisbiy elektromanfiyligi 4,1, atom massasi 19, elektron konfiguratsiyasi 2s2 2p5 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, rangsiz ftor gazi kvars kolba ichida ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Atom tuzilishi. Atom tuzilishida 9 ta elektron bor. Shu 9 ta elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 9 ta protoni bor va 10 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun ftor haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.